Va deb baqirmasam rekka chiqmay qoladi. Videoni boshidan baqirib olish shuning uchun. Men sizlarga Uzum bank orqali normal aloqa qilishni o'rgataman. Buning uchun men Telegram kanalimga o'tib olasizlar va shu silka orqali ilovani yuklay olasizlar. Uzum bank ilovasiga kirgandan so'ng nomer kirgizasizlar, parol qo'yasizlar. Keyin o'zini shaxsiy narsalariga rozilik bildirasizlar. Parolni takrorlaysizlar. Keyin bu yerda har xil reklamalar chiqadi, uni o'tkazib olishingiz ham bo'laveradi. Shaxsni tasdiqlang deyapti. Bu yerda yuzingizni Face ID qilasiz. Yuzni Face ID qilishdan oldin JSHR kirgizasiz. Undan keyin ilovani ichiga kiradi. Ilovani ichiga kirgandan so'ng virtual karta ochishni bosasiz va kartani zakaz qilishingiz ham mumkin. U kartani ichiga eng kamida 1000 so'm solib, uni ishlatishingiz kerak, bo'lmasa ishlamaydi.